Bugun qurilish obyektlaridagi mehnatni muhofaza qilish masalasi haqida gaplashamiz. Ma'lum uniformalar, kirishdagi xodimni yollash bo'lgan tashkilotlarda bunaqa hodisalar kam uchrayapti. Lekin xorijga chiqsak, u joyga televideniya boradimi yoki umuman hech kim bormaydimi, ahamiyati yo'q. Ularning boshida hammasida kaska bor. Xavfsizlik kaskasidan foydalanish shart. O'sha obyekt hududiga kirdimi, kaska taqish shartligi belgilab qo'yilgan. 168 nafar xodim halok bo'lgan. Metal konstruksiyalar qulashi natijasida 4 nafar fuqaro vafot etgan, 2 nafar o'sha jarohatlangan. Kanalizatsiya quvuriga tushib ketish oqibatida halok bo'lish holatlari oxirgi paytlarda ko'p uchrayapti. Xodimlarimga deydi, qoidalar deydi, hozir sen quloq solishing kerak bo'lgan qoidalar deydi. Bu qaysidir insonni jabrdiydani qoni bilan yozilgan. Bu norma qoidalar. Tahlil qildik. 7-8 yildan beri qurilish ishlari bilan amalga oshirilgan bironta bahs hosil bo'lmagan faoliyatida. Voyaga yetmagan 18 yoshga to'lmagan farzandi uchun ham to voyaga yetgunga qadar to'lab berilayotgan mablag' borda. Agar uni hisoblaydigan bo'lsa, o'sha xavfsizlikka ishlatadigan mablag'dan ko'p mablag' chiqib ketadi-da. Biz O'zbekistonda mehnat xavfsizligi bo'yicha madaniyatini shakllantirmasak, biz 1000 ta qonun, 1000 ta nizom, 1000 ta qoida yozganimiz bilan bu amalga oshib qolmaydi-da. Ijtimoiy tarmoqdagi o'sha 9-qavatdan shurfa yo'rtib ishlatayotgan, qurilishda ishlayotgan xodimni ham kimdir ko'chadan olgan uni. Odamning yuragi shunda larzaga kelib ketadi. Tashkilotda bildiradigan narsalar uniforma, favqulodda vaziyatlarniki yoki tibbiyot xodimlariniki, ichki ishlarniki, boshqalar. U uniforma hisoblanadi. Hayvantlash ishlari bor, boshqa Bolgarga deydi masalan. Bularning hammasini har bir kasbi o'zini maxsus kiyimlari bor. Turgan odam 2 kunda yo qulog'idan ayriladi, yo u nogiron bo'ladi. Qurilish bo'lyapti, balkonda chiqarib qo'ygan, faqatgina beton chiqib turibdi. Uni atrofi albatta temir armatura bilan o'ralgan bo'lishi.